Endi bugun Toshkentda anomal darajada issiq edi. Shunga ishonib, hech qanaqa sportivga kiyimlarsiz, jilpirlarsiz keldik. Hozir bo'lsa mana bulutlar qaraylik. Ertosh degan joydamiz. Yomg'ir yog'di, juda sovuq bo'lyapti. Masjidlarda qo'y boqishyapti. Shu cho'pondan bitta qo'ylarni olib ketsak, 1-2 millionga berasizmi desa berarmikin? Ertaga shashlik qilib beraylik. Sekin Farg'onaga qaytaveradi. Toshkentga yani. Eng qizig'i mana bu yerda qorlar hali ham erimabdi-da. O'tgan yil mana shu yerda erib ketgan edi. Qorlar turibdi hali. Hozir Ertosh degan joydamiz. Yomg'ir lekin yomon yog'di bor. Mana biz hozir Ertoshdamiz. Qorlar erimaganda mana. G'o'ra ham pishmaganda. O'rik g'o'ra bo'lib yotibdi. Xom. Bu yerlarga o'zi bitta yo'lda ko'rdim. Quvali aka nimalarni, asalarilarni ko'tarib olib kelar ekan mayda. Maydan shu iyul, avgustlargacha turar ekan. Mayda уже quvada gul tugar ekan. Albatta endi ochilgan bo'ladi mayda. Mana gullar bor edi mana yerda mana. O'tlardi, gullari turibdi hali. Kazing ham paketda sumka qo'yibdi. Ketyapti oy. Endi tayyorlanmasdan kelsa shu-da. Muz bor, qor bor, hamma yo'q bor xullas. Quyosh bor. Xolasiz mana yerda olma pishib yotibdi, bu yoqda pishmagan shunaqa bir narsalar. Bahor, kuz xolagan faslingizni topib olasiz. Biz hozir mana Ertosh tog'idamiz. Iyul oyida hali ham qor bor mana. Bugun nechinchi iyul? 12-iyul ekan. Mana daraxtlarni yiqitib o'tib ketgan qor. Fevral oyida qor yog'ibdi. Işte dachalar bor. Dachalarda ham shunday o'ntarib o'tib ketganda mana. Bu yoqda menimcha shu ikki tarafdan qor kelganda daraxtlar kurab o'pirib o'tib ketgan xullas. Og'darilyapti. Qurib qolgan. O'tin bo'lib qolgan. Qaranglar mana qanaqa katta daraxtni og'darib ketganda. Vashshi katta daraxt. Tomiri bilan og'darib o'rganda mana tushunishing uchun oyda ot yiqilib ketdim. Qo'limdan katta-da. Bir quchoqlab bo'lmaydigan darajada katta daraxtlarni yiqitib yuboribdi ko'chga. Mana yerda qor hali ham turibdi. Bolalar hassalarda o'sib ketishyapti. Ular qo'llarida hassa bor, o'tib ketishdi. Videoga olishga ulgurmadi. Amam bo'lsa hassasiz, tapchkada, hiking stick yo'q. Shlyapa yo'q, ustimga latta baylab olib ketyapman mana. Hozir xullas 3gacha chiqmoqchimiz shu qor bor joyga. Mana shu qor bor xullas. Dagansa bosamiz. Boshqa tog'lardan farqli mana bunaqa toshlar bor ekanda, ko'p ekan. Mana qarang. Qog'ozda tosh maydalanib, mayda shuda kichkina toshcha bo'lib ketyapti. To'lla shunaqa. Hamma yoq shunaqa qumga o'xshagan tosh bo'lib yotibdi. Sirpanib ketyapman shunga. Tapchkada qiyin bo'lyapti-da. Nima deysizlar endi? O'zi chumalilar ham maydalab tashlabdi-da tog'da. Mana chumalilar ko'rinyaptimi? Tirikchilik qilyapti, 1,5 kilometr tepalikka chiqib. Mana shu qumli tosh qilib yuborganda, qaranglar. Chumalilar deyish hammasi. Chumoli. Gazinka paket. 1 minut ulgurmay qoldim. Yomg'ir quyib yubordi bola.
Ho'l bo'lib ketdi kiyimlarim. Yaxshi ham ho'l bo'lib ketdi. Yomg'ir quyapti. Tog'dan tushishga 1 minut ulgurman.